Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Urganch shahrimizni Turan to'yxonasi yonida joylashgan 850 metr kvadrat natural ko'chmas mulkni e'tiborlaringizga havola etaman. Yanımızda yine Turan to'yxonasi, Xanqa yo'li. Turan to'yxonadan yanında Babur avtomarket var ekanizlar. Shuhrat avtotex. Ish ko'chada ichana giriladi. 30-40 metr girilib 10 qo'lda joylashgan zdaniya. Shuni izlab birgalikda ko'rib, danishib chiqamiz. Lokatsiyani tushunib oldingizlar degan umiddaman. Turan to'yxonasi, shuni chap tomonida Babur avtomarket, Shuhrat avtoservis. Shu ko'chadan ichana 30-40 metr giriladi. 10 qo'lda joylashgan bino. Shundan girib boramiz. Aziz do'stlar, mana ichana girdik. Ay shu zdaniya. Zdaniyamizni eni 26 ga, uzinasini 32 ekan. Eni 26 metr azizlar. İçana qarab yetgan hozirgi vaqtda bir mashinalarni lobovoy aynasi bilan shug'ullanadi ekanlar. Hozir ichan qismini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Eshikdan kirib ko'rsataveramiz. Granitsasini ko'rsatib tushuntirib o'tsak. Shu yerdan shu darvoza yanacha bo'lgan territoriya shu binoni hisobida. Общий kvadrati 850 metr kvadrat. Lokatsiyani yana ko'rib oldingizlar. Yo'ldan dimam ko'p ichana girilmaydi. 40-50 metr maksimum. Ichan qismini ham ko'rsatib o'taman. Beri xom kirishda desang, beri xom kirish ekan, ustilari og'och bilan bostirilgan. Chap tomoni pishgan kirish beton. Olib turib любой bir maqsadda biznesda foydalansa bo'ladigan yer. Xohlasanizlar переделка etib, boshqacha bir sex etsangizlar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, hozirgi vaqtda bir oyna, lobovoy oynalarni ishlab chiqarish sexi vazifasini bajarib turibdi. Bu tarafimiz Turan to'yxona parkovkasi bo'ladi. Territoriya zo'r, katta. Местоположение ham yomon emas, yo'lni bo'yi. Katta mashinalar bemalol girib chiqadi. Yan taraflarni ko'rsatib o'taman. Sizlar bu yerimizda yana yurt turalari 400 lik transformator o'rnatilgan ekan. Bemalol foydalanaverasizlar. Bu narsasi plyus. Xullas, mestasi zo'r. Yana aytib o'tganimizdek, shunday beton plitalar bilan usti bostirilgan. Bu taraf pishgan karishda desang, ko'chadan ana shu darvozalardan ham kirib chiqsangizlar bo'ladi. Bu yerdan oddelni blok boks etsangizlar bo'ladi ekan. Darvozadan ham kirib chiqaverasizlar. Ya boshdagi ko'cha bu. Dört 5 bloka bölüp arenda verip foydalansanızlar ham bo'ladi ekan. Xullas, mana shuningdek zdaniya. Kimga kerak bo'lsa bemalol kontaktlarimiz videorolikning pastida qoldiriladi. Hurmatli obunachilar, yana bu ko'chamizda zdaniyamizning ikkinchi qavati ham bor ekan.
İkinci qavatından ham bemalol foydalanasizlar. Yine bir yerden chiqib tushsangiz ham bo'ladi. İkinci qavatini jiloy etib, pastini sex etib qo'ysangiz bo'ladi ekan. Xullas, umumiy olib qaraganda местоположениесі ham zo'r, sex uchun mo'ljallangan. Hozirgi vaqtda aytib o'tganimizdek shunday lobovoy stiklolar bilan suvlanib turibdi ekanlar. Mana shunday katta xonalari bor. Beni ham görüp aldınızlar. Azizlar, bir yine görüp tursanız da bir yine kuxnyası ham var ekan. Ovqatlanish xonasi. Yine bir yine sanuzel. Narsalar qo'shimchalar qurilgan, bularni görüp olishingiz mumkin. Ayollar uchun, erkaklar uchun. Xullas. Yine shunday zdaniya. Zdaniyamizni ovqatlanish xonasiga birdan ham bundan foydalansangiz bo'ladi. Arka taraf kuxnyalarni, sanuzellarni ko'rib oldingizlar. Endi qo'shimcha shunday kichkina ovqatlanish joyi qo'ysangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan umumiy maydoni 850 metr kvadrat. Yeni boyunu aytıp ötdük. 26-32 natural. Bir yan tamamı 2 qavatlı, bir yan tamamı 1 qavatlı zdaniyamiz şayadi. Kimde kim şu zdaniya qiziqadigan bo'lsa, video roliklarimizni pastında mulk egasinin telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib savollarınıza batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Video roliklarimizni like'larni bosib, bizden qo'llab-quvvatlab turadigan bo'lsangiz, har xil turdagi ko'chmas mulklarni sizlarga ko'rsatib, tanishtirib boraveramiz. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.